Avval biz İslamdaki hamkorlik uqumi haqida to'xtalamiz. Endi bu yerda demisak bo'lmaydigan bir ochiq haqiqat bor. Hammalarning ko'ngli g'ashlanadigan, afsuslanadigan ochiq haqiqatning birisi bor. Ko'rib turyapmiz dunyodagi dushmanlarimiz, islomning dushmanlari har xil millat, har xil davlat va har xil rayonlarda temsil qilayotgan islomning dushmanlarining o'rtaq nuqtasi 5% mi yetmaydi. Ama ular 5% mi yetmaydigan o'rtaq nuqta, 95% o'xshamaslik bor o'tirdi. Shuningdek bilan birga o'zaro hamkorlashyapti. Ama islom dunyosi o'rtaq nuqtamiz, musulmonlarning o'zaro o'rtaq nuqtamiz 95%dan yuqori persentni egallaydi. O'rtaq nuqtamiz bizning. Ama maalesef Muşu 95%'din yuqori o'rtaq nuqtamizdan turib, o'zaro birimiz bilan ziddiyatlashish, azarlashish, urushish holida turyapmiz. Bu intayin echinishlik va afsuslanarli bir haqiqat. Amaliyotda hamkorlikning o'zi bir din. Hamkorlik bir hazorat. Hamkorlik bir taraqqiyot. Hamkorlikning o'zi bir madaniyat. Hamkorlikning o'zi bir yükselish, hamkorlikning o'zi bir ilgirlash, hamkorlikning o'zi bir kuch edi. Bu yerdagi ta'avanu degan buyruq Qur'oni Karimda bir vojib, farz buyrug'i bu. Qur'oni Karimdagi farz buyrug'i. Bizning kallamizga kirgan bir vahmidin birisi bor. O'zimiz unda emas deymiz-yu, ammo ang nuqtasidan bizga singib qiliqliq. Islom La ilahe illallah, namaz, zakat, roza, hac. Muşu ibadet faaliyetleri de bizning idimizde temsil qilib qiliqliq. Amaliyotda islom uningdan mu kengri, tafsili doirasi kengri bir doirani o'z ichiga olgan bir yo'l asli bu. Bu yerdagi bu yo'lning eng oddiy tarafi ikki adam o'tirdiki aloqa, er va ayol o'tirdiki aloqadan yuqorisi davlatlar o'tirdiki aloqagacha o'z ichiga oladi bu. Bir odamning bir pul tepishi, iqtisod tepishi va uni hajlishi, oilaviy aloqa, tuqqanlar aloqasi, xizmat tanlash, kishilar bilan hamkorlashish, kuchliklarga tutadigan pozitsiya, ojizlar bilan qiladigan aloqa, mushularning hammani o'z ichiga oladigan bir yo'l asli bu. Qanday bo'lib bugungi kunda musulmonlarimizning engida bu din 5 nuqtaga yig'ilib qolganligini o'qimaymiz. Amaliyotda payg'ambar alayhisalomning islomni tasvirlagan bir hadisi bor. Imom Buxoriy Abdullah ibn Umardan rivoyat qilgan hadis. Buniyal islamu ala 5. Islom 5 asos ustiga. Mush hadisdiki islom 5 asos ustiga qurildi degan mushu iborani, mushu ifodani bir mulohaza qilgan vaqtdami ba'zi narsalarni tushuna olamiz. Rasululloh da'vatida islom degan bir so'zni keltirib turib 5 asos ustiga turyapti. Bu 5i islomning hammasi emas, balki islomning to'riki, asosi. Buning ustida turadigan, ya'ni mushu 5 asos ustida turadigan islom. 5 asos o'z ichiga olgan shaklda. Demek ki İslam'ның muşu 5 asasga tayinib kengaygan bir holati bo'ladi. Kengri hammani o'z ichiga olgan bir tarafi bo'ladi. Bayat deganimizdek bir odamning hayot yashash uchun bir iqtisod tepishdan tortib, iqtisod xarjlashdan tortib, ayol tanlash, bizning hayot hamroyini, bolalarini tarbiyalash, atrofidagi kuchliklar bilan bo'lgan aloqa, ojizlar bilan bo'lgan muomala masalan bularning, yani insonning kundalik hayotining hammani o'z ichiga oladi. Asli islom.